2023-yilda imtihonda ekologik nishaga taalluqli bir savol keldi. Ya'ni unda ekologik nishasi bir xil bo'lgan hayvonlar va ekologik nishasi har xil bo'lgan hayvonlarni aniqlang deyilgan edi. Unda o'rtoqlar, ekologik nisha nimaligini bilgan odam ishlay oladi u savolni javobini. Sizga hozir ekologik nishani oddiy qilib aytaman. Ya'ni har bir organizm tur uchun ekologik nishasi bir o'ziga xos bo'ladi. Ba'zi bir turlarda ekologik nisha bir xil bo'lib qoladi. Lekin ekologik nishasi bir xil bo'lgan tur bitta joyda yashay olmaydi. Qaysidir kuchli bo'lsa, ikkinchisini siqib chiqaradi. Masalan, qora kalamush bilan kulrang kalamush ekologik nishasi bir xil bo'lganligi uchun bitta hududda yashagan vaqti kulrang kalamush qora kalamushni siqib chiqaradi. Endi o'rtoqlar, ekologik nisha nima bilan belgilanadi deganda, ekologik nisha o'sha narsaga e'tibor qaratamiz. Birinchisi hayot tarzi, ya'ni hayot tarzi qanday? Qachon ovga chiqishi, qachon oziqlanishi, qachon dam olishi yoki mana shunaqa hayot tarzi. Tunda ovqatlanadimi, tunda dam oladimi? Shunga qarab belgilanadi. Yashash shart-sharoit ikkinchisi, ya'ni qanday sharoitda yashaydi? Dashtda yashaydimi, tog'da yashaydimi, cho'lda yashaydimi? Yoki hokazo mana shu sharoitlarga qaraladi. Uchinchisi oziqlanishi, ya'ni nima bilan oziqlanadi? O'txo'rmi, yirtqichmi yoki hasharotlar bilan oziqlanadimi? Mana shu jihatlariga, ya'ni uchta jihatga qaraladi. Mana shu uchta jihat bir xil bo'lib qolsa, ekologik nishasi bir xil deyiladi. Agar bu uchta jihatdan birortasi farq qilib qolsa, ekologik nishasi har xil deb aytiladi. Endi ekologik nishasi bir xil bo'lganlarga aytdim, kulrang kalamush bilan qora kalamush. Yuqorida aytgan uchta xususiyati ham bir xil. Keyin qoramol bilan kenguruni misol berilgan, ekologik nishasi bir xil. Har xilga olmaxon bilan bug'u berilgan, bitta o'rmonda yashaydigan yoki Afrika savannalarida yashaydigan zebra, jirafa, gnu antilopasi, dik antilopa va yana bitta ikkita jayron kabi suyumizuvchi o'txo'r suyumizuvchilar misol berilgan. Mana shularda ekologik nisha har xil hisoblanadi. Agar bergan ma'lumotlarim foydali bo'lgan bo'lsa, Asilbek biolog ijtimoiy tarmoqlariga, Telegram kanaliga, Instagram kanaliga, YouTube kanallariga obuna bo'lib qo'ying. Mana shunaqa foydali ma'lumotlarni sizlarga bepul berib boraman.